harakat davomida xavfsizlik kamarini taqmasdan harakatlanib kelyapsiz. Bizni bu? Bizni boshliqmi? Chorvada nima qilyapsiz? Ha? Mana hujjatlaringiz, og'zaki ogohlantiraman, ketishingiz mumkin yo'l. Salomat bo'ling. Qabul, men o'zim aloqaga chiqaman. Asirlar ham toza. Ha, basenam 2 kishilik. Ha, ishladimmi? Qani, kim bilan keldingiz? Kim bilan? Qani? Nima? Qaysi xonaga joylashdinglar? Abdurahmonov, nima masalaga? Rahbar bir kun dam olsa, bo'ldi, ketdi dam olishga, kayf safoga, dachada mazza qilib yuradi deyursan, ha? Yaxshi emas. Nima qilsan bu yerda? Ha, men shu yerda Chorvoda xizmatda edim. Bilaman, kelganingdan xabarim bor. Asan yaqindan menga nima deding? Oyim kasal deding, to'g'rimi? Nima kasal deding? Allergiyadan ozgina azob chekadilar. Ko'rdingmi? Bu yerda insult, saqir, allergiya igna bilan davolashar ekan bu yerda. Shuni gaplashgani keldim. Seni uyladim, o'zim ota-onamni uyladim. Bilasan, meni glazdan saqirdan qiynalashyapti. O'rtoq boshliq, meni kechiring, xato tushunib siz orqangizdan kuzatib kelman xizmat joyimni tashlab. Qandan kutmagandim Abdurahmonov. Mana shunaqa rahbarni o'ylaysanmi sen? Shuhrat aka, joy yoqti qolamizmi? Abdurahmonov. Senga yoqqanmasa bo'ldi, hayotim. Qolamiz.